هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zumar tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Zumar suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Zumar 75 ayet Mekke'de nazil bolgan. Sure Zumar'nın fazileti toğrısıda. İmam Nesai Ayşe radıyallahu anha'nın mundaq degenligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam roz tutsa iftar qilmamdikin, iftar qilsa roz tutmamdikin deb qalatdiq. U her kechisi Sure İsra bilan Sure Zumarni o'qiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu kitap g'olib, hikmet bilen iş qilg'uchi Allah tarafidan nazil qilingandir. Sana biz bu kitapni hakikaten haq bilen, yani hakikatni öz ichiga olgan holda nazil qildik. Diningni şerikdan ve riyadan sap qilg'inin holda Allah'a ibadet qilgan. Bilinglarki şirkten ve riyadan sap din Allah xasdır. Allah'ını koyup butlarni himayich qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Allah hakikaten kıyamet günü ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqardi. Allah hakikaten yolg'onchini, Allah'ning ne'matlariga kufrlik qilg'uvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xolig'ini ixtiyor qiladi. Allah bola tutishdan pokdir, u g'olib bir Allah'tır. Tevhidga buyurish şirkni rad qilish to'g'risida. Allah Teala bu ayette büyük Kur'an'dan ibaret bu kitapni öz dergahidan nazil qilganligini xabar qiladi. Bu Kur'an haqiqat bo'lib, uningda hech shak shubha yo'qdir. Bu vaqtda Allah Teala Sure Shu'arada mundaq deydi. Şübhisiz ki Kur'an alimlerinin Rabbi tarafidan nazil qilingandir. Agahlandırgıçılardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni senin qalbingga elib tushdi. Kur'an ochiq arabiy tilida nazil bo'ldi. Şübhisiz ki Kur'an g'olib kitaptır. Onunğa aldıdınmı, aqısıdınmı, yani hiç qaysı tərəfidən batıl yüzlənməydi. O, hikmet bilen iş qılğıcı mədhiyyəyə layiq Allah tərəfidən nazil qılınğandır. Bu kitap g'olib, hikmet bilen iş qılğıcı Allah tərəfidən nazil qılınğandır. Yani Allah Teala küçlüktür. Məxluqatlarga muhtaç emasdır. Sözlərdə və işlərdə şəriətini belgiləş və orunlaşdırışda hikmet bilen iş qılğıcıdır. Sana biz bu kitapni hakikaten haq bilen, yani hakikatni öz içiga olgan holda nazil qildik. Diningni şirkdan və riyadan sap qilg'inin holda Allah'a ibadet qilgan. Yani yalğız Allah Teala'ga hiç narsani şirik keltirmesden ibadet qilgan. Hem kishilarni shunday qilishga chaqirgan.
ularga faqat yolg'iz Alloh taoladan boshqa narsaga ibodat qilishning durust emasligini, Alloh taolaning sheriki, tangdishi va o'xshishining yo'qligini bildirgan. Bilinglarki, şirkten ve riyadan sap din Allah'a xastır. Yani Allah Teala hiç şirki yok, yalğız Allah Teala'ga ixlas bilen ibadet kılgıçının amelini la qabul kıldı. Ondan Allah Teala butperest müşriklardan haber berip mundaq deydi. Bizning ularga çoqunishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir. Yani müşriklarni butlarga ibadet qilishga undigan narsa shuki, ular o'zlarining xato ko'z qarashi bo'yicha Alloh taologa yaqin farishtalarning suratlarida but yasab, shu butlarga ibadet qilishidi. Ular Alloh taoloning dargohida o'zlariga yordam qilish, rizq berish va dunyoning ishlarini barpo qilishda bizga shafaat tilsin deb farishtalarning suratlarini farishtalarning o'rnida sanab qo'yib, ularga ibodat qildi. Ammo ular oxiratdan tanidi va uni inkor qildi. Qatada, Suddi va Malik qatorliqlar Zayd ibn Aslam va ibn Zaydning mundaq deganligini rivoyat qildi. Faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir degan oyatning ma'nosi, ularning bizga shafaat qilishi va bizni Alloh taolaning dargohida yaqin o'ringa ega qilishi uchunla biz ularga ibodat qilamiz deganlikdir. Shuning uchun islom kelishdan burun ular haj qilganda, ey Alloh, biz sening chaqiriqingga binoan keldik. Sening bir shirkingdan boshqa shirking yo'q. Sen uningga va shirking ega bo'lgan narsaga igdorchilik qilg'uchisan. Sen uningga va u shirking ega bo'lgan narsaga igdorchilik qilg'uchisan deb talbiya aytadi. Burundan tatib hozirgacha mushriklar shubhiga tayinib kelayotgan edi. Uni rad qilish, uningdan to'sish ve hiç şirki bo'lmagan yalğız Allah Teala'ga ibadet qilishga chaqirish, bu butparastlikni mushriklarning o'zlari o'ydirib chiqarganligini, Allah Teala uningga ruxsat qilmaganligini, uningga rozi emasligini, balki uningdan g'azablanganligini va to'sqanligini bildirish uchun ularga nurg'un payg'ambarlar keldi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biz haqiqatan har bir ummatga Allah Teala'ga ibadet qilinglar, şeytandan, yani şeytanga, butlarga, kahinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibadet qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Mağıl ibadet qilinglar deb vahiy qildik. Allah Teala haqiqatan osmonlardagi Allah Teala'ga yaqin farishtalar va boshqa farishtalarning hammasining Allah Teala'ga bo'ysunguchi qullar ekanligini, Allah Teala'ning dargohida ular faqat Allah Teala rozi bo'lib shafaat qilishga buyurgan kishidan boshqa hech kishiga shafaat qila olmaydiganligini, ular hargizmi Allah Teala'ning dargohida padişahlar xalığan ve xalımıgan işte padişahlarning iznisiz ularning oldida shafaat qiladigan huquqdorlarga o'xshash emasligini xabar berdi. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi. Sizlar Allohga misol keltirmanglar, ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga shirik keltirmanglar. Yani Allah Teala mundaq misal keltirishlardan, o'xshatishlardan nihoyat yuksekdir. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqirdi. Yani qiyomat kuni odamlarning orasida hukm chiqirib, har bir odamga
uning yaxshi yomon amaliga qarata mukofot va jazo berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: u kunda Alloh ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob olish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga: bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Ular aytadi: sen pokdirsan, bizning do'stimiz ular emas, sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilguvchini hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh taologa yolg'on choplaganligi, uning nomida bo'hton to'qiganligi, Alloh taoloning oyatlariga va dalil pakitlariga dili ko'rlik qilganligi uchun Alloh taolo uni hidoyat yo'liga boshlamaydi. Alloh taolo jahil mushriklarning farishtalarni tarsa Yahudi va Nasoralarning Uzayr va İsa'larni Alloh taoloning bolasi deb biljirlagan buzuq aqidalarini barbod qilib, haqiqatan o'zining hech bolasi yo'qligini mundaq bayon qildi. Agar Allah bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xolig'ini ixtiyor qiladi. Ya'ni ish ularning o'ylig'ining dal aksichi bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib selib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ani shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar mehribon Allohning bolasi bo'ladigan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'ladim degan. Allah bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Ya'ni Alloh taolo bola tutishdan yuksak va olidir. Barliq nuqsonlardan pokdir. Ulug'dir va haqiqatan birdir. Tanhodir. Hamma uningga muhtojdir, hamma narsa uning qulidir. U bo'lsa hamma narsadan behojatdir. U shay'larni tizginladi. Shay'lar uningga bo'ysundi va bosh egdi. U zolim va dahriylar da'vatgan narsalardan yuksak darajada olidir. Uning barakati buyukdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarning gunohlarini to'liq mag'firat qilg'uchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi manini, ondan laxti qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchidan va onaning qo'lsig'i ichida yaratdi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Padişahlık Allah'a xasdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Qandaqmı onunğa ibadet qilishdan, onundan g'ayrigi cho'qinishga burilib ketsizlar, Alloh taolaning qudratini bir va barliqini ko'rsatadigan dalillar to'g'risida. Alloh taolo o'zining osmon, zamin va ularning orasidagi shaylarning yaratquchisi ekanligidan xabar berdi. U haqiqatan podshoh
padişahlıqning egisidir. Padişahlıqida o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Kechini kunduzga, kunduzni kechiga almashtirib turadi. Allah kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechiga kirgizadi. Ya'ni Alloh taolo kechi bilan kunduzni to'xtamasdan bir-biriga agishib mengishga bo'ysundirdi. Ularning biri yana birini qo'g'lashib mangdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Yuqoridagilar Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Qatada, Suddi va boshqalarning tafsirining mazmunidir. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ya'ni Alloh taolo belgilagan ma'lum muddat ichida qiyomatgacha sayr qilib, qiyomat kuni harakatdan to'xtaydi. Bilinglarki, u, ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarining gunohlarini to'liq mag'firat qilg'ichidir. Ya'ni Alloh taolo shundoq g'olib, shundoq buyuk va shundoq ulug' turuqliq, Alloh taologa osiylik qilib, ondan tavba qilgan va Alloh taolo tarafga qaytgan odamga to'liq mag'firat qilg'ichidir. Allah sizlarni bir odamda yaratdi. Ya'ni sizlarning jinsinglar, tabiqanglar, tilinglar va rangi ruhinglar har xil turuqliq sizlarni bir jon bo'lgan odam alayhisalomdan yaratdi. Ondan uning juftini yaratdi. Ya'ni uning jufti Havva alayhissalomdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvani yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvadan nurg'un ayollarni yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Hayvonlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Ya'ni Alloh taolo sizlarga yeyish halol qilingan 8 charpoyni yaratdi. Ular erkak kishi bo'lib, Sura An'amda zikr qilingan 8 hayvondir. Ular qo'ydan 2, o'chkidan 2, to'gidan 2 va kalidan 2dir. Allah sizlarni ananglarning qornida, ya'ni ananglarning qornida o'rinlashtirib, bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni sizlarning biringlar dastlabda obi manidan laxti qonga, ondan parcha go'shtga taraqqiy qiladi. Ondan Alloh taolo go'sht, so'ngak, pay va tomirlarni yaratdi va uningga jon kirgizdi. Shuning bilan u to'ralma qiyofatiga aylandi. Eng mahir yaratquchi Allah hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchidan va onaning qo'rsiqi ichida, ya'ni bu 3 qorong'uliqni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrima, Abu Malik, Zahhak, Qatada, Suddi va Ibn Zayd qatorliqlar bachchidan balını o'rab saqlaydigan bola hamrohi va onaning qo'zig'ining ichining qorong'uliqlaridan iboratdir deb tafsir qildi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir. Ya'ni osmonlarni, zaminni, ularning orasidagi narsalarni, sizlarni va otanglarni yaratgan bu zot Rabbdir. Padişahlık ve aşılarının hemmisini başqırış onun xasdır. Onundan başqa hiç ilah yoktur. Yani ibadet fakat yalğız Allah Teala'ya layıqdır. Onun hiç şirki yoktur. Qandaqmı onun ibadet qilishdan, onundan gayrigi çoqinishqa burilib ketsalar, yani
Allah Taolaga boshqa narsani shirk qilib ibodat qilishga qandoqmi burilib ketisizlar? Aqlinglar nega ketdi? Elhamdülillah, yuqorida Sure Zumar tafsiridan 6. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.